Dushanba ko'rishmagili 7 yil bo'lgan do'stim keladi. Seshanba biri havola qilgan to'y bog'i keladi. Chorshanba idorning yig'ilishi bo'ladi. Payshanba saboqdoshlar yig'ilishi bo'ladi. Juma bir korxonchilar yig'ilishi bo'ladi. Shanba tuqqanlar yig'ilib o'tirishadi. Yakshanba bir do'stimizni uzitib qo'yamiz. Hammasi bir-birdan muhim ishlar. Bormisi bo'lmaydigan to'y, ishmisi sat turdigan o'ldirish, yo'qlashmasak bo'lmaydigan tuqqan, didorlashmasak bo'lmaydigan saboqdosh, mas bo'lmisi bo'lmaydigan odamlar, mas qilmay qo'ymaydigan azizlar, yuz bamidi deb xafa bo'ladigan esil tuqqanlar. Mana moshundaq yashash usuli bizni hol sirtadi. Zehnimiz xo'raydi, pulimiz tugaydi, salomatligimiz vayron bo'ladi, vaqtimiz isrof bo'ladi. Hech kimga yomon bo'lib qolmaslik uchun jon jahlimiz bilan tirishib, oxirida hech kimga yaxshi bo'la olmaymiz. Bizning borliqimizdan hech kim baxt his qilmaydi. Hech kim xursand bo'lmaydi. Hech kim qadr qimmatimizni qilmaydi. Borolmagan so'rinlarda ayiblarimiz echiladi. Bizga mehmon bo'lganlar biz pul to'lash uchun mulozima supisiga berib kelguncha bizga chondurmay ixcham tillari bilan g'aybatimizni qilg'och orduqdan chiqqashtirdi. Yo'qligimizning qadri o'tilmaydi. Borliqimizning e'tibori bo'lmaydi. Bo'lsaq bo'lmasak o'xshash so'rinlar yana ko'nipati qizzayveradi. Lekin biz ahmoqlarcha biz bo'lmasak hech ish yurishmaydigandek o'zimizni muhim o'ylab olib qurbonlik beramiz. Orqadan bir pishkanlikka yo'liqsaq zahar xandi tilla harakatga keladi. Joyil edi, bilarman edi, jiq ichib oladi, ovozi yo'g'on chiqadi, bak terkak edi, tamakini jiq chekatdi, bexil edi, okavr edi, haqqi nab bermaydi, kasal bo'lib yomon bo'ldi, o'lib ketib xo'p bo'ldi degandek gap so'zlar chiqadi. Mana bizning arzimas hayotimiz.